Hürmetli vatandaşlarımızla başlayımız. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining a'zosi Jungoning Chaushanda askar turg'izishni tunji qatam tilga oldi. Buning orqasida nima gap bor? Mavzuli xabar 9-oyning 28-kun Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Koreya gazeti 9-oyning 28-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Avam Palata a'zosi 9-oyning 28-kuni xabar qilib Avam Palata a'zosi Randy Paul kechiringlar vatandoshlarım. 27-kuni MSNBC televiziyasida bayonot e'lon qilib, agar Jungo Chaoshanni qoyil qilib, yadro qurollari tahdididan voz kechiradigan bo'lsa, ondaqda Jungo chegarasida tinchlik saqlash qismlarini to'g'risi bo'ladi. Mendayda agar Jungo Chaoshanga qaysi yo'ldan bo'lsa besim ishlatib, yadro qurollarini taraqqiy qildirishdan voz kechiradigan bo'lsa, ondaqda Chaoshan Jungo chegarasida askar to'g'risi bo'ladi. Powell mundaq ko'rsatdi. Jungo Chaoshanni yadro qurollaridan voz kechiradigan bo'lsa, sodilishning shartlari sifatida Jungo Chaoshan chegarasiga kirib askar turg'isi bo'ladi. Bu masalani biron hech kim o'ttirga qo'yib boqqan emas. Powell ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Amerika Chaoshanni o'zil kesil tarmar qilib etmaydi. Bu Powell bir davlat majlisi a'zosining ko'z qarashi. Chaoshan masalasini hal qilish jarayonida Jungo agar hal qilguvchi rol o'ynaydigan bo'lsa, oldingi shart undaqda Jungoning Chaoshanda askar turg'izishiga yo'l qo'yishni o'ylashib ko'rishga bo'ladi. Powell mundaq ko'rsatdi. Masalaning bundaq o'tirg'i qo'yilishning unumi bormi yo'q? Biroq buni o'ylashib hal qilish tegishli siyosatdir. Agar Jungo armiyasi Chaoshanga kiradigan bo'lsa, Amerikaning Chaoshanga hujum qilmaydiganligidan Chaoshan fuqarolari xotirjam bo'ladi. Powell Amerikaning bexatarligi bo'yicha matbuotga shunday tashabbus e'lon qilgan edi. Koreyachi masalan bunday o'tirib qo'yilishidan xushal bo'lib ketmasligi mumkin. Koreya Chaoshan ham bunday so'zni qabul qilmasligi mumkin. Demek Chaoshan ham bunday so'zni qabul qilmasligi mumkin. Koreya ham bunday so'zni qabul qilmasligi mumkin. Amerika Chaoshan o'rtasida til mojarosi yuqori o'rlayotgan bir paytda Powell apandi ning Jungo Chaoshanda askar turg'isi bo'ladi nazariyasi Amerika Chaoshan ziddiyatini ustulik bilan Jungo Chaoshan ziddiyatiga aylantirish deganlikdir. Deydi xabar yozuvchi Xitoy apandi. Bundan buran Amerika siyosatchilar sohasida Amerika bevosita sodilishi kerak degan xabarlar tarqalgan edi. Amerika Jungo bilan bevosita so'zlashish kerak degan xabarlar tarqalgan edi. Koreya markaziy gazeti bundan buran xabar qilib bunday ko'rsatdi. 7-oyning 28-kuni Chaoshan ikkinchi qatim raketasini sinov qilgandan keyin Amerika siyosat sohasida ba'zilar Jungo bilan bevosita sodilishni tashabbus qilganda kishilar ansirashni boshlagan edi. 7-oyning 28-kuni Chaoshan raketa patlatdi, raketa sinov qildi. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari nima dedi endi? Jungo bilan bevosita so'zlashni yo'lga qo'yish kerak deb shu vaqtda o'tirib qo'ygan edi. Shunga Amerika Jungo bilan bevosita suhbat o'tkazib, Chaoshanning yadro krizisini, Chaoshan paydo qilgan yadro krizisini bartaraf qilish lozim. Amaliyotda Amerikaning diplomatiyasi muhim arbob Kissinger bunday ko'rsatgan. Amerika hukumatiga taklif berib Kissinger Chaoshan hokimiyati tarmar qilingandan keyin Amerika Koreyadan bir qism askarlarni chekindirish to'g'risida Jungoga va'da berish kerak. Amerikaning koni diplomati Kissinger nima deydi? Kissinger shunday deydiki,
Amerika hükümetiga taklif berib, Çavuşan hakimiyet tarmar kılıngandan keyin Amerika Koreyadan bir kısım askerlerini çekindirish to'g'risida Jungoga va'da berish kerak deb taklif bergan. Masalan, hozir Amerikaning Koreya, ya'ni Janubiy Koreya turg'izayotgan askarlari bor. Agar bu shartlarga qo'shilgan bo'lsa, Amerika Koreyadan askar chekindirish kerak. U shartlar nima? Kissinger mundaq hisob. Shunda qilganda Çavuşan yerim orli birlik kelgandan keyin Amerika askar turg'izdi. Amerikaning harbiy qismlari Jungo chegaralariga yetib keldi deydigan ansirashlarni yo'qotqili bo'ldi. Shunda qilganda Jungo andan Kim Jong Un hokimiyatining yemirlishiga yo'l qo'ydi. Ya'ni demakchi oldingi shart Çavuşanga askar kirgizdi, Jungo yo'l qo'yishi kerak. Buning Koreya nima deydi? Koreya qarshi qildi. Koreya qanday qilish kerak? Ana o'z joyida uning o'z javobi bor. Biroq oldingi shart shuki, Çavuşan Koreya, ikki Koreya birlashgandan keyin Jungo ansiraydiki, bu bevosita chegara echildi degan gap. Amerika armiyasi bevosita chegara orqali Jungo chegarasi qistab keldi deb ansiraydi. Lekin Kissinger nim dedi, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga va'da berish kerakki, biz Koreyadan askar chekindiramiz. Undaqda Koreyadan askar chekindiganda Çavuşanga qo'shildi, o'xshash. Jungoga qo'shildi degan gap. Yoki siyosiy pozitsiyasi o'zgarish bo'ldi degan gap.